Sizlarga yana bir hayotiy voqeani so'zlab berishga harakat qilamiz. Komil ismli bir 23 yoshli yigit bor edi. Uning oilasi, ota-onasi badavlat, obro'li kishilar edi. Komilning bir singlisi bor. Komil judayam yengil hayotga berilgan, do'stlari bilan o'yin-kulgu, ko'ngilxushlik qilib yurishga odatlangan edi. U universitetda o'qirdi, lekin o'qishga muntazam qatnashmasdi. Otasi uni haddan tashqari erkalatib yuborgan. O'qishni bitirgach, unga firma, do'konlar ochib berishni va'da qilgandi. Shuning uchun Komil hayotga yengil ko'z bilan qarardi. Taqdir taqozosi bilanmi yoki Komilning iymoni zaifligi boismi, uning inson aslida shaytondan ham battar bo'lgan do'stlari uni nasha chekishga o'rgatib qo'yishdi. Komil nashani avval hidlab yurardi, keyin chekishni boshladi. Komilni bu qilig'ini do'stlaridan boshqa hech kim bilmasdi. Bir kuni Komil universitetda 1-kursda o'qiydigan Nigora ismli qizni uchratib qoldi. U juda chiroyli, latofatli, qaddi-qomati kelishgan, o'zi juda sodda bo'lgan qiz edi. Komil uni ko'rib, uni o'zicha yoqtirib qoladi. Aslida bu yoqtirish emas, balki shaytoniy nafs edi. Komil Nigorani ko'riboq, u bilan ko'ngilxushlik qilish uchun shu kabi jirkanch ishlarni amalga oshirishdek g'arazli niyatda u qizni avrashga, aldab-suldab o'zini farishtadek qilib ko'rsatib, u bilan do'st tutinishga kirishadi. Komil ba'zi bir narsalarni bahona qilib Nigora bilan tanishadi. Ular do'st tutinadilar. Komil xuddi aktyorlardek oshiq rolini o'ynashni boshlaydi. Oradan 2 oy vaqt o'tgach, Komil Nigoraga soxta sevgisini izhor qiladi. Unga oltin tog'larni, unga uylanishini va'da qiladi. Bechora sodda qiz esa bu gaplarga chippa-chin ishonadi. Nigora Komilni jonidan ortiq sevib qoladi. Komil esa hamon o'sha shaytoniy niyatda edi. Bir kuni Nigora tasodifan Komilni chekayotganini ko'rib qoladi. Nigora uni sigareta deb o'ylaydi. Komilning do'sti Aziz Nigoraga bor haqiqatni, Komil nasha chekishini, Nigorani sevmasligini, u bilan ko'ngilxushlik uchun yurganini aytib beradi. Nigora bu gaplarga ishonmaydi, Komildan so'raydi. Komil esa "Ha, nasha chekaman, nima qildi?" deb aybini tan oladi. "Lekin seni sevaman. Bu odatimni tashlayman. Iltimos menga ishon. Bu do'stlarim meni boyligimni ko'ra olmaydi. Alamidan shu gaplarni senga aytishgan", deb Nigorani aldaydi. Nigora esa "Agar bu odatingizni tashlamasangiz, nasha chekayotganingizni onangizga aytib beraman", deydi. Komil esa "Xo'p, tashlayman, faqat hech kimga aytmaslikni" uqtiradi. Lekin Komil Nigoradan xavotirlanar, aytib qo'yadi deb qo'rqar edi. Oxir-oqibat u Nigoradan qutulish payiga tushdi. Bir kuni u Nigorani kinoga taklif qiladi. Nigora rozi bo'ladi. Kechki payt taksida yo'lga chiqishdi. Taksichiga shaharni chekka qismida bir joyga olib borishni aytadi. Nigora "Voy, qayoqqa ketyapmiz?" Komil "Qo'rqmang, kino boshlanishiga ancha bor. Men hozir bir odamdan qarzim bor edi. Shuni berib kelaylik, keyin kinoga boramiz." Nigorani ko'ngli xotirjam bo'lib yo'lda davom etishdi. Bir dala ovloq joyda mashinani to'xtatdi. Taksichi amaki mashinani to'xtatdi va Komil mashinaning yukxonasidan lapatkini olib, "Nigora, sen mashinada o'tirib tur, biz hozir kelamiz. Qarzimni egasiga berib kelay." Sal nariroqqa borib Komil taksichiga pichoq niqtab dedi. "Shu yerdan chuqur kovla. G'iring desang so'yaman", deb uni qo'rqitdi. Shofyor chuqurni kovlab bo'lgach, Komil baland ovozda Nigorani chaqirdi. Nigora yetib keladi va shu payt Komil uni haligi kovlangan chuqurga itarib yubordi. Komil shofyorga "Tez-tez ko'm, yo'qsa so'yaman". Nigora jon holatda baqirar, chuqurdan chiqishga urinar, dod-voy solardi. Komil esa uni itarib yubordi va uni ustiga tuproq tortib tiriklayin ko'mib tashladi. Oradan vaqtlar o'tib, Komil qamaldi. Shofyor esa bo'lgan voqeadan es-hushini yo'qotib, ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizildi. Shofyor davolanib chiqdi, lekin ko'pincha Nigoraning o'sha chuqurda yig'layotgani, dod-voy solishi ko'z o'ngidan ketmas, tushlariga ham kirib chiqar edi. Buni vijdon azobi deydilar.
Nigora sodda qiz soxta sevgisining qurboni bo'ldi. Hikoya shu yerda yakunlanadi. Alloh yomonlarga insof, yaxshilarga panoh bersin. Qadrli qadrdonimiz, kanalimizni kuzatishda davom eting va eng qiziqarli, sizlarni hayron qoldiradigan ma'lumotlarga ega bo'ling. Dasturlarimiz ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosing.